Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Biz yana ustaxonaga keldik. Juda tanigan, disiplinani qilgan ustaxonamizga keldik. Svarka masalasi bo'yicha boshlamizdan sport yo'nalishida tuning qilish boshlaganmiz. Sport yo'nalishida bo'lgandan keyin asosiy narsa nima? Tashqi ko'rinish deyishinglar mumkin. Hozir ichidan boshlab kelyapmiz, lekin tashqi ko'rinishdan ham muhimroq bitta narsa bor-da. Bu выхлоп sistemasi. Ya'ni o'sha ovozi. Mashinamizning ovozi standart, mana mana shunday turbada turibdi. Ana o'shani biz darabotka qilish uchun men pavuk qilishni xohlamadim. Pavuk qilsanglar birinchidan texnik anaqadan o'tolmay qoladi. Xullas juda ham ish ko'p. Zavodskiy holatda maksimum uzoqlashib ketadi. Biz elektron zaslonka qo'yishni niyat qildik bugun. Buning uchun bir necha o'sida sergilik ishlasizlar. Yoki mana shunaqa elektron zaslonka zakaz qilasizlar, buyurtma berasizlar. Mana buni ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatda, mana bu yoqdan zavodskoy выхлоп chiqib keladi, выхлоп trubasi. Mana o'shanga bu yog'i svarka qilinadi, bu yog'i dashga turadi, bankasiga ulanib. Kerak paytda sizlar pult orqali, pulti bor buni, mana pitaniya beriladi. Pult orqali zaslonkani ochib yopib, выхлоп ovozini baland qilsanglar bo'ladi, baland past qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni tixi rejim zavodskiy holatiga qaytadi. Bitta pultni bosishimiz bilan bu sportivniy выхлоп bo'ladi nisbatan, xudo xolasa. Kel, pastda hozir bitta olib ko'rsatib beramiz, keyin bu yog'i ish jarayonini ko'rsatib ketamiz. Birinchi ko'rgan narsamiz mashinamizga ko'ppa quruq dars yuramiz. Xo'p, mana выхлоп sistema chiqib kelyapti. Mana 4ta, to'g'ri bir ketadi, to'g'ri ikki bir har xil sistema yo'q bunda. To'g'ri turbo bilan keladi. Mana bitta banka, orqada yana bitta bankasi bor. Biz birinchi bankasidan ham oldin qo'yamiz, chunki bular nima uchun qo'yiladi? Asosan ovozni bosish uchun, shu motorda chiqayotgan shovqinni kamaytirish uchun qo'yilgan narsa. Bundan keyinga qo'yadigan bo'lsak, joyimiz ko'p, erta bor, etga sig'sa bo'ladi, lekin ovozi past bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mana shu yerga, hop, mana shundoq ko'rinishda qo'yishni plan qildik. Boshqachasiga bu tushmayapti. Ya'ni mana bu sistemasi bu yoqdan tushadi. Ko'ryapman Abdurahmon Obodgan. Mana shunday tushadi. Mana shu yoqqa ichkariga kiradi bu. Aytishlar mumkin, pastga tushib qolyapti-yu deyishinglar mumkin, lekin boshqachasiga buni qo'yib bo'lmayapti. Hop, bunaqasi qo'ysa, motorchikni slishkam pastda bo'lib qolyapti. Ya'ni mashinaning clearansi juda ham kalta bo'lib qoladi. Bunaqasi qo'yish endi menimcha uning uchun kasal bo'lish kerak. Shuning uchun eng maqbul yechim bunga maqbul yechim, ko'rding? Mana shu holatda ustanovka qilamiz. Mana shundoq, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bunisini sal endi xohlaganingizcha to'g'rilab olsangiz bo'ladi, xohlasangiz tashqariga, xohlasangiz ichkariga. Xudo xolasa shundaylarga umiddaman. Dalshi qilib ketaveramiz. Xudo xolasa ishni ustasiga topshiramiz. Ungacha biz formani almashtirib olamiz. Yoki oppoq futbolkam taddalas chiqadi, keyin kaltiyman. Рабочий formani kiydik, ketdik. Hozir operatorimiz, oddiy operatorimiz bizga aytayaptiki, mana turbolarni kesganimizda, bolgarkada mana shunaqa mayda zarrachalar ichiga tushdi. Men aytayapman, o'z zaslonkani ichiga tushsa, devorlarni ozgina qirib, keyin oxirigacha yopilmagan bo'lib qoladi deyapman. Bu zaslonkada katta farqi yo'q deyarli, chunki bu primoy yopishmaydi. Bizda ikkita baribir filtrlardan oldin turibdi, bankalardan oldin turibdi. Baribir birinchi musor shunga uradi deyapti Abdurahmon. Ammo aytayapmanki, katalizator turibdi. Unaqa ko'p musor chiqmaydi deyapman. Endi shuni yozib qoldirdik. Kim fikri to'g'ri? Hozir biz gulishlarni kesib qo'yganmiz, o'rtasini hozir ko'rsatib ketadi. Biz bitta zavod qilib ko'rmoqchimiz, gazni bosmaydi, просто zavod qilib ko'ramiz nima bo'ladi. Ya'ni ikkita bankadan oldin biz kesganmiz. Zavod qilolma. Ozgina gaz beringchi. Boschi.
Biz Sergeydan yana mashinamizga shoh olib chiqqanmiz. Nech pul deyishinglar mumkin? 550 mingga oldik. Qanaqa yangi? Yangi emas. Bu oldik. 550 ming xullas shu atrofda bo'ldi. Yangisi 800 ming turadigan shoh bu. Baqirib gapirayotganimga hayron qolmanglar, orqada bolgarkada kesyaptilar. Nechakam hozir kunlaricha biz buni ustonovga qo'yamiz, xudo xolisa. Ikkita держатель ham bor, uni держательlarni ham qo'yib yuboramiz. Ishqilib ovozim eshitiladigan umiddaman. Sbori yig'dik hozir. Hozir oxirgi qismi qotmagan faqat. Mana bosh qismidan ozgina kesdik, oxirgi qismidan ozgina kesib tashladik. Mana nimaga bunaqa kesib turib, keyin svarka qilib qo'ydik. Buni turbani diametri zavodskoydan ancha katta. Shuni bir-biriga to'g'irlash uchun, ya'ni bu как бы bunda siqib oladi-da. Hozir atrofini svarka qilib, keyin primoy trassa qilib yuboramiz. Shunda trassamiz mana bu betdan kelyapti, motordan chiqib kelyapti. To'g'ri orqaga o'tib ketadi. Bu zavodskiy holati bo'ladi. Buni elektronni ochgan paytimizda vyxlopimizda yana ham baland ovoz chiqaradi. Yaxshi. Bu shoxdan tashqari yana bir narsamiz bor bizani. Hozir ko'rasiz. Svetli joyga chiqib olaylik. Mana. Bu narsa nima deb o'ylashinglar mumkin. Bu narsa держатель, ushlab turadigan. Ya'ni sizlar katta yuk qo'yganingizda, endi biz yuk qo'ymaymiz, bu chiroy uchun qo'yamiz asosan. Katta yuk qo'yganingizda yordam bu yoqqa yurib o'ynamasligi uchun kerak bo'ladi. Как обычно, biz olgan narsamizni hech qaysi to'g'ridan to'g'ri tushmaydi. Hamma joyda pedalka qilishimiz kerak. Mana buni ham hozir hansini yechib olsak, yechib oldik. Mana bu temiri, mana bu temiri orasiga kirib, buni ushlab olish kerak. Bizga mana shu xalaq qilyapti. Bu как обычно mana bu yoqqa kiradi. Mana tepasidagi buni siqib olish kerak. Siqib olishiga bizga hozir mana bu noshkalar xalaq qilyapti. Buni hozir biz chuk kesamiz, keyin shu hozir idealniy joyga o'tiradi. Ketdik kesishga. Haligi o'tgan kunlarimizda nima kuy chalib beray deydi. Mana kelib haydalish kuyini chalib deydi. Bizga haydalish emas, bizga itarilish kuyini chalish kerak. Kesilmayapti. Tuning это зло. A few moments later. Two hours later.
10 hours later. Endi ochdim. Yarimi bo'lmaydi, ha? Bu yopig'i. Ozgina ochsa bo'lmayapti. Ochiladi. Och. Mana buni ko'rdinglar hozir. Men o'tirib pichoqda bir yarim soat vaqtim ketdi, umrim ketdi shunga. Risheniyasi oddiy bolgarka. Bolgarkada chiq olib tashlaylar. O'zingizlar qiynab o'tirmaylar. Agar shunaqa shoh qo'ymoqchi bo'lsanglar, xullas, shunda bolgarkada shunda kesasiz yoki pichoqni qizdirib turib kesib olasizlar. Bo'lmasa qattiq plasmassa ekan, tegi bilan sinib ketib qolar ekan. Hozir yana kommentariy yozishadi. Pulni bersang qilishardi. O'zingni qiynab o'tiribsan. Unaqa, bunaqa. Men shundan maza qilaman. Tushunasizlar? Men o'zim qo'lim bilan qilayotganimga maza qilaman. Agar svarkani ham qila olganimda o'zim qilardim svarkani ham. Keyin mashina yonib ketardi. Bo'ldi. Va nihoyat hamma yog'imizga qo'limizga kir. Lekin ishimizni bajardik. Svarkasini qildik. Endi bu qilib ko'rib oldinglar hozir videoda ko'rgansizlar. Yechib olib turib, bu qilib hammasini joyiga qo'ydik. Yerga o'zini klirensidan 2 santimetrcha sal pastroq bo'lib qoldi. Boshqa iloji bo'lmadi. Uni tepaga ko'tarish iloji bo'lmadi, chunki u turbani o'zi diametri katta edi. O'shanga ozgina o'xshamadi. Bo'ldi, prinsipiy qilgan ishlarimizni. Endi o'sha provodkasini mana salonga kirib ketgan provodka bor. Mana bu yerdan mana gofra bilan kirib ketgan, mana teshuvdan provodkani tashlaymiz va plus minus ulaymiz, bo'ldi. Ha, keyin bu drosniy zaslonkamız qanaqa ishlaydi? Pult qani? Bu drosniy zaslonkamız mana bunaqa pultda ishlaydi. Pultni olaymikan qo'limga qarang. Ha, katta do'lari bor, paketdan olmaydi. Xolos, mana shu ko'rinishda pultimiz. Ha, blokini qilib qo'yasizlar, uni olib qo'ysa ham bo'lar ekan. Ha, profiga davay olamiz. Уже kirib bo'ldi. Mana bu holat turadi. Bosamiz. Yopish, ochish. Xizmatli kerak bo'lsa sizlarga, men bu ish bilan shug'ullanmayman, men o'zim mashinani olib keldim. Go'shtni svarkasini, gofra eritilganmi, xullas svarka nima ishinglar bo'lsa, idealni qilib, любой решениесini topib qilib beradilar, xudo xolasa. Bas nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar, kelaverasizlar. Любой temir bilan bog'lashinglarni qilib beradilar. Bagajnik juda ham oson ekan qo'yish. Faqat mana shu plasmassasini bunday chiqib qolgan plasmassasi bor ekan. Ana o'shani bolgarkada kesib tashladik. И bo'ldi, держатель. Естественно, hamma tuningshilarga o'xshab, bu bagajimiz yangi emas, bu. Tuningshilar bilan gaplashsang, hammasi buga olib qo'ygan. O'sha katta bu puli qolmagandan buga ham rozi bo'ladi. 500 ming so'm atrofi. Bagajning 500 ming so'm, yangi 800 ming so'm turar ekan. Bo'ladi, prinsipi. Hech ma'lumotlar ozgina qirilgan hisoblamasang, o'sha funksiyani bajaradi. Всё. Mana bu держательni xohlasanglar bu yoqqa surib qo'yasizlar, xohlasanglar bu yoqqa surib qo'yasizlar. Bemalol surib ishlataversanglar bo'ladi. O'zingizlarga moslab turib ishlatasizlar. Gruzinglarga qarab turib, kichkina bo'lsa, kichkinaroq. Biz hozircha buni chiroy uchun, chiroy emas, vid uchun qo'ydik. Lekin vesi ham ko'taradi. Alyuminiy yasalgan. И мощный. Men qimmatbahodan aytishlar.